Agar siz namozda shu ishni qilsangiz, sizni namozingiz namoz hisoblanmaydi. Ya'ni namoz o'qimagan bo'lasiz. Bu qanday holat? Ba'zi birlar namoz o'qiganda lablarini qimirlatmasdan xayolida qiroat qiladiganlar bor ekan. Yoki ichida qiroat qiladiganlar bor ekan. To'g'ri, qiroatning maxfiysi bo'ladi, jahriysi bo'ladi. Jahriy bu oshkora degani, maxfiy bu xufiyona degani. Jahriyning miqdori, ya'ni oshkora qiroatning miqdori yonidagi insonlarning eshitishligi. Maxfiy qiroatning miqdori esa o'zi eshitadigan darajada o'qish. Misol uchun erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, namoz o'qiganda labini qimirlatmasdan namoz o'qiydi ba'zi birlar. Bu insonlarning qiroat bo'lmaydi deydi Ashraf al-Tahonaviy hazratlari o'zlarining kitoblarida. Demak, maxfiy namozlarda maxfiy qiroat o'zimiz eshitadigan quloqimizga o'sha deylik mana pichirlab alhamdulillah. Mana shunaqa ohangda aytganimizda ham pichirlab aytganimizni o'zimiz eshityapmiz, yonimizdagi eshitmayapti. Demak, bu qiroat maxfiy qiroat deyiladi. Lekin o'sha ham yo'q, ya'ni o'zingiz ham eshitmayapsizmi? Demak, u namoz bo'lmaydi, qiroat topilmaydi. Chunki namozning o'sha farzlarining bittasi bu nima? Al-qiroa, ya'ni Qur'oni Karimni o'qish, qiroat qilish.